Şatlık işkini çap küçük Palmidagi yakışlık galastik romantiklik limondagi hayoti kuch zakatiki izil zotlik mush gazdagi qizg'inlik bir yutum chap bilan jiningizni qo'shilg'isi ismim chap turmushingga aptap chanqaganda meni chap menda botir shirin meva push gaz o'tla meni ichingga kirsa kayfing sas isil tamlik meva sharbati bilan tilni qoriydigan push gaz yozning yorishqi yurakning yoshliqi hammamizning omriqi chap gazliq meva ichimliklari yaxshimsiz ko'kiraq kelganingizni qarshi olamiz. Qani bu yoqqa marhamat. Yaxshimsiz. Ko'kiraq muzika yig'ilishiga kelganingizni qarshi olamiz. Biletingiz. Bilet? Menda bilet yo'q. Men Ko'kiraqning obraz vakili. Nurali Hasan. Tanimamsiz? Mana qaram. Yering, sizni o'zim boshlab kiray. Ma'qul. Ko'kiraqning kolasi. Ko'kiraq. Muzdek chap gazliq meva ichimligi pishqirib tomizga davo vitamin ombiri Alma attım deryana şirin canıma Leyli oldu çökmeyi Şirin olma lezzeti hammaga zavqmi yoqar xushpuroq salqinligi butilkada bir bahor olma gazliq sharbatining so'rinligi go'yo bog'dagi salqin shamol kabi chap olma gazliq ichimligi 2025 yillik chap cho'lpon keldi programmamizdan bugungi alayda soniga alayda taklif qilingan bizning suyumlik cho'lponimiz bo'lsa Shinjang san'at yurti muqam ansamblningki muqamchisi go'zal adam Go'har Ushur adam sizlar uchun marhamat. Şimdi igiz, bu igiz, neticeleri zor, töküp koşkan bizden sanatlarımızga. Xili jihatlardan desek gapbekçi qağını oturab deymiz, lekin apay qilgan ishlarni qilyotdi-da, apaydek ishlarni qildigan. Cho'lpon keldi.
Rahmat. Chiroyli ovozlaringizga. Buyruqlarni o'rinlayotdingiz. Ha? Naqshini shunday yaxshi anglab oldik. Endi Xohlagan buyruq qilgani bu vaqtim-ku. Yana buyruq emas-ku. Astagfirullah deb o'tadi. To'rtinchisini o'yin desakmi bo'ldi, buyruq desakmi bo'ldi. O'yin desak yaxshiraqmish. Programmamizning o'zidan xos bir o'yini bor-ku. Ha. So'z tepish o'yini deb quloqqa arjin taqab turib. Ha. Ha. Men qarag'am anaqa ayolim. Ayalım. Oho. Hep atıyor kattı bu. Atla. Test değil, test. Abli kim? Abli kim? Çok. Özüm iştaptım bu. Şıkkın tip oldu. Titanic. Diskotek? Titanic. Titanic. 5 Titanic. 4 Diskotek kitaplan buxtum ben. Yana o'ylagan. Titanic. 3 Mudum. Yen bir. Ya. 2 1 Tugudug'a? Tapamdingizg'a? Tapamadım. Ekran. Birini Titanic dedim. Ha, diskotek degandek Ben anladım. diskotek deb aşağı o'ylab qaldingizda.
rahmat aka. Men naqsa qo'l bo'lgan men anglab kelman. Ben Kaşkaba usul oynar mısın kardeşim? Ha. Kim etkan ki kaç apaşı gider. Bir apaylarning ovozi. Ama ovoz demek şurayla. Kichik qizlarning ovozi. To'lg'an ovoz. Mayliq rasmiy to'lg'an, Ha. yetilgan Lekin ovoz bek dema. yaqinliq, ha? Elikir Ravrs kolu oldu. Ma ovozim bu egiz qili. Ha. Ma raslam. Man Lekin o'tiraman. shu o'tirdik sen degan men Ha. angldim hozir sen anglitib qo'yding ku. Evet, Bersey su diye yazma. Basay suv. Biraz basay suvma. Peseysun. Lekin Teşnaligim peseysun. Çıkarmak Karanlıyla yarım diye. asa aytmabsiz. Deb chiqarmabsiz ha. Belki sizin kulak giymesler o. Yo'q, tashnaligim basay suv. Deb mushtaka. Basay suvga. Aş bitim bunu versin sen. Allah Lekin- bilir. Sizler işte anlamıyorlar. Halk peseysun deyip anlayıversin. Lekin naqshlar basay suv deb aytayversin bu. Kimse aytmaydı. Ha. Aytdi u. Siz aytmaydigan bilan aytmaydi, men to'yin. Unda siz o'tiramdi qadam. Yana o'tirayotganmiz, o'tiraylik. Devamlı otur. Davomli o'tiraylik. Bugun programmamizning riyosatchilarining kiyimini miras kiyim kechaklari alayda qo'llagan. Bo'ladin miras tag'dek qomatga qiyas miras kiyimlari. Ada unda bo'lsa, buda qitim ko'rishkicha amon bo'ling, kasbiy ishlaringiz texim yaxshi bo'lsin. Buda ko'rishkicha rasmiy opay deb chaqiramdiq ya. Belki singlim deb chaqirib qilishimiz mumkin. Aysama, teximi kaynoz yandigan bir planlar. Qilishimiz mumkin. Nim deb chaqasam bo'ladi. Aysama, shu kunlar uni taqazza Üzümünü lekin. bek suyma. Üzümünü Ha. bek yaxshi ko'rma. Hozir suyib yashirib yutibsiz Ha, shu. shu keyin. Hammadan allıqmasdan keyin. Davomli kaynozgina. Kasbiyat emas shumi lekin. Kesbiyatda davomli qaldınız Ha. qilmoqda. Taqdirq jihatlarda cho'qim o'zimizga diqqat qilishimiz kerak. Birinchi salomat bo'lishimiz kerak-da. Shunga salomatlikni chin yuragimizdan umid qilamiz sizga. Salomatlikni birinchi o'rin qo'yib turib, oila turmush ishlarini birinchi o'rin qo'yib turib, kasbni texim yaxshi davomlashtirib ma'alsangiz, ko'rinmalar jihatdami texim bir xil xotirjamlik tuyg'ulari bo'ladi deb qarayman. Shuningga davomli ko'klab ketang-da, ishlaringiz texim yaxshi bo'lsin. Salomat bo'linglar. Rahmat. Yana bir qitim ko'rishguncha omon bo'ling-da, unda bo'lsa bugun avar qildik. Rahmat.